Shu oldingida shu ketmonni ko'tarib, Ha, janjallashib, u muammo. 80 million xarajat qildik, 120 million, ya'ni daromaddan keltirdi bu. 10 soatda 4 gektar suvdan chiqadi. 1 gektarga 10 tonna kartoshka ziyodroq beradi. Ariqdan sug'orishda bundan bir 50 barobar suv ziyod ketadi. Oldin 4 gektarda sug'orish uchun o'sha katta suvni boshqarib 4 sutka so'ng sug'ib qo'yish kerak har gektarga. Bu 1 yilda bu 150 million o'zini oqlab chiqib ketadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, sog' salomat, charchamasdan. Rahmat. Aka, bizda mana shu yomg'irlar sug'orish bo'yicha juda ko'p savollar bo'lyapti. Shularning bir savollarning javobini sizdan olaylik deb keldik aka. Qanday bo'lyapti? Foydasi bo'lyaptimi, yo'qmi o'zi? Endi mana ko'rgan ko'zga, Xudoga shukr, mana hurmatli bobo dehqonlarimiz o'zi buni natijalarini aytadi. Nasib bo'lsa mana bu 2-yil foydalanishimiz. Birinchi yildan o'zi uni imkoniyatlarini, darajalarini, foydalarini hammasini ko'rganmiz. Mana yonimizda dehqonlar ko'rgan. Qanchalik ekonomik varianti bo'lsa, hammasini ko'rib boryapmiz. Yaxshi hozircha. Siz necha gektarga o'zi montaj qilgansiz yomg'irlar sug'orishni? Hozircha 4 gektarga montaj qilganmiz. Alshir aka, mana siz 4 gektarga yomg'irlar sug'orishni o'rnatdim deyapsiz-ku. Aka, bir sug'organda necha gektar joyni sug'oryapsiz? Bir sug'organda 1,5 gektargacha bo'lgan gektar sug'orish imkoniyatim bor hozircha. Keyin o'sha 1,5 gektarga yaqin bo'lgandan keyin 3 ga bo'lib sug'orsak, o'sha 4 gektarga yetib boradi. 4 gektarda har bir gektariga o'sha 1,5 gektarga 3 soatdan vaqt sarflaymiz. 10 soatda 4 gektar suvdan chiqadi. O'zi nimaga o'rnatdingiz buni aka? Shuncha pulga qanchadir xarajat qilgansiz baribir. 4 gektarga o'rnatgan bo'lsak, 4 gektarga masalan bir 80 million, 100 million pul sarflagan bo'lsak, bu 1 yilda bu 150 million o'zini oqlab chiqib ketadi. Qanday? O'sha ekonom qilish varianti. O'g'itlardan ekonom, suvdan ekonom, o'zini oqlab chiqarib bera oladi. Bu qanday natija bu? Oldin qanday sug'orardingiz yomg'irlar sug'orishdan oldin? Oldin 4 gektarda sug'orish uchun o'sha katta suvni boshqarib 4 sutka so'ng sug'ib qo'yish kerak har gektarga. Har gektarga 1 sutkadan bo'lganda ham 4 sutka suv. Ya'ni katta oqavi suv, katta suv bu yoqda patera bo'lib ketadi. Hozir bu hech joy chiqib ketmaydi, faqat o'zida qoladi o'sha 3 soatda. O'zida kerakli namni olamiz bo'ldi. Shu oldingida shu ketmonni ko'tarib, janjallashib, Ha, muammo. Ham 4 sutka vaqtingiz ketadi. Bunda 1 sutka vaqt u faqat qarab yurishga, bir kishi qarab yuradi bo'ldi. u yerda-chi? U yerda 4 kishi suvda qalab kelish, birov bilan janjal qilish, muammo burada ariqni urib ketdi, kartoshkani yuvib ketdi ariqni degan muammolar juda bisyor edi. Hamma muammolardan qutulibsiz, vaqtingiz ham endi bemalol bo'lib inshaalloh qolganda hozir. muammolardan qutulib, mana kerakli namni beramiz, to'xtatamiz. Baribir hammamizga pul qiziqdi. Unda bu kartoshkani yomg'irlar sug'orish qilishingizdan oldin qancha olardingiz, hozir qancha olyapsiz? Kartoshkani yomg'irlatib sug'orishdan oldin xuddi oddiygi dehqonchasiga sug'orish ariqdan sug'orish